Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun xudo xolasa 17-aprel 18-aprelga o'tar kechasiga mana Sankt-Peterburg Qarshi qanot sharq reyslarida registratsiya jarayonlari davom etmoqda. Aynan mana shu reysga hozir mana qo'limda 7 ta passatishni talon bilet turibdi. Ushbu bilet egalari mana akalarimiz bo'ladilar. Xudo xolasa mana shu akalarimiz biletni onlayn tarzda hamda ofisimizdan borib olgan ekanlar. Mana xudo xolasa chiroyli tarzda o'tib olishdilar. Aeroportda mana uchrashib turibmiz. Assalomu alaykum akajonlar, xush kelibsizlar. Endi option murojaat qilamiz. Sizlar ham bir option bir fikr bildirib o'tasizlar. Biletlar ishonchli ekan, samigilarni. Ishonchli. Aka ishonchli. Maniki bilet oldik. 11-15 aka ochiladi. Biz O'zbekistonga qarab ekan. Joningiz sog' bo'lsin. Keling sizga men mikrofonni beraber alohida bir fikr bildirib o'tasiz yana. Qani akajonim, nasib xudo xolasa tavsiya qilasizlar, ha? Ha, tavsiya qilamiz akajon, bemalol. Musofirda yurgan hamqishloqlar, zimlaklar, O'zbekiston musulmon odamlari, qayerdan bo'lishlaridan qat'iy nazar akadan bilet oldik. Xudoga shukr, ishonchli. Hammamiz 6 ta bola bir joyga oldik. Birimiz, uchamiz Surxondaryo, uchamiz Qashqadaryo. Ledinda Qashqadaryo bilan Surxondaryo. Boz qaytma. Ey joningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Yaxshi e'tiboringizni sizlar ham. Aziz vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bizga gapni qisqa qilamiz. Xulosa o'zlaringizdan ko'rib boraverasizlar. Bizlarda hamisha har doim hamma vaqt realni holatlar va informatsiyalar bo'ladi. Bizlarga unda hype yoki qanaqadir bir prosmotr to'plash yoki qanaqadir sizlarga bir vahimali video qilib yetkazish absolyutni niyatimiz yo'q. Biz borliqni bor ranglarda ko'rsatamiz.